Demak, Amirxon Alixo'jayev hamda Magomed Saliyev qarama-qarshiligini kuzatamiz do'stlar. 74 kilogramm vazn toifasida bo'lib o'tadi. Barchasi tayyor va birinchi raund boshlandi. Biroz avval Dog'istonlik jangchi, adashibman, Chechenistonlik jangchi ekan Ahmad klubidan. Demak, birinchi raund start oldi, low kick bilan boshlab berdi. Magomed Saliyev 15 ta jang o'tkazgan. 11 ta g'alaba va 4 mag'lubiyat. Alixo'jayev esa 12 ta g'alaba. Oyoq zarbalari yaxshi ishlayapti. Mag'lubiyat. Yaxshi vaziyat, yana bir. Davom ettirish mumkin. Aylanma zarba. Tarixsiz. Qanday kutilmagan nokaut do'stlar. Albatta kutilmagan zarba doim og'irroq bo'ladi. Kutilmagan zarba doim og'irroq.